Akalar, bu sifatni qaranglar. Inshaalloh mana bunaqa sifatni uncha joydan topolmaysiz, lekin sizlar uchun topib qo'ydik. Hali ham like bosmadingizmi aka? Bitta like bosib qo'ying, sizdan nima ketadi? Like mol dunyo emas akalar. Qancha bossalaringiz ham kamaymaydi inshaalloh, lekin biz xursand bo'lib qolaveramiz akalar. Buni qaranglar, maza qilib mol qilaman desalaringiz, inshaalloh bu ikkinchi partiyamiz desak ham bo'laveradi akalar. Mana, oho, mana. Akalar, buni qaranglar, bo'ylariga bitta e'tibor berib qo'yinglar. Bemalol qo'rqmasdan 85-90 ga yaqin deversa bo'ladigan mana shunaqa to'qlilarimiz akalar. Bular hali to'qli. Ko'rgan odam chori panji qo'y deb o'ylaydi, lekin hammasi to'qli inshaalloh. Akalar, ko'rib olaveramiz. Sifatiga bitta like bosib qo'yamiz. Hamma ma'lumotlar sizlarga sekin-sekin ketaveradi. Assalomu alaykum. Bizani uzoq yaqindan kuzatib turgan, biz uchun qadrli bo'lgan aka-ukalarimiz, mana bugun sizlar uchun Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Yangiobod mahallasida mana shunaqa sifatli bo'lgan, o'ta hamma ko'rganda bir maza qilib oladigan sifatli to'qlilarni ko'rsatish uchun yetib kelganmiz akalar. Holatiga bitta baho beramiz. Maza qilasizlar akalar. Tomoshasini o'zi xudo xolasa sizlarni xursand qiladi. Endi akalar, bitta like bosib qo'ygan bo'lsalaringiz, ma'lumotlar sekin-sekinlik bilan sizlarga berib boriladi. Buni soni nechta, yeb-ichish qanaqa, sog'ligi qanaqa, hamma ma'lumot sizlarga ketaveradi. Akalar, bu yoqdagi qo'ylarimiz oddiy qo'ylar emas, haqiqiy simjun, qirriq, undan tashqari akalar, mana shunaqa kashtanni zo'rlari bizda bor akalar. Bemalol kelaverasizlar. Manzil Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Yangiobod mahallasida. Pastda nomer turibdi akalar. Videoni oxirigacha ko'ringlar-da, birdan telefon qilinglar, sabab mana bunaqa sifatli qo'ylar tezda sotilib ketadi akalar mana. Mashalloh, Allohumma barik, hammamizga nasib qilsin. Bitta kommentariyada o'zlaringiz yaxshi niyatlaringizni yozib qoldirasizlar akalar. Xo'p, endi egalari kim desa, har doimgidek optimchi, arzonchi inshaalloh mana shunday Tilomurod ukamizdan bo'laveradi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Bejanjalginami? Allohga shukr. Joningiz sog' bo'lsin. Bugun nechta endi bulari? Aka, bu yerda 40 bitta. Mashalloh. Bugun o'ta go'zallari nasib bo'lsa. Alloh fazli bilan Alloh shuncha berdi, mana 40 ta go'zallar turibdi aka. Mashalloh. Haqiqatan zo'rlari. Tan olish kerak aka. Bo'ylari, orqalaridan o'zi ko'rgan odam maza qiladi. Akalar, buni ko'ringlar, sifatiga baho beringlar. Bitta like sizlardan hech narsa ketmaydi, like bosib qo'yamiz. Endi buni hozir soni nechta dedik? Soni buni 40 bitta aka. Bitta qo'chqori bor ichida. Ha, shuni so'ramoqchi edim. Qo'chqor ham shuncha ketadimi? Qo'chqor ham shuncha ketadi aka. Qo'chqor ham sotilar ekan-da. Albatta aka. Bebaho qo'chqorimiz. Akalar, bu qo'chqor taniganlar bo'lsa, akalar like bosib qo'yamiz. Bu qo'chqor ham mana bugun sotiladi mana shu partiya bilan akalar. Inshaalloh. Bunga mos partiya topolmay yurgan ekanlar. Mana topdilar inshaalloh, mana sotilyapti. E'tibor beringlar. Mana shu chori qo'ydan ziyod bo'lsa ziyod kam emas. Haqiqat aka. Mana. Egri turibdi, to'g'ri gapirdi-da. Mana. Aka, qo'yda qarang. Sifat, haqiqatan sifati zo'r. Endi hozir ko'rdik, yaxshi, yomon emas. Bularni sog'ligida qanday endi? Baribir so'rab olish kerak. Sifatiga qaramas, sog'ligini ham baribir qarash kerak. Aka, sog'ligiga molimizdan ko'ra o'zimiz ishonishlar aka. Har ikkinni biriga Allohga shukr aka, mol chiqarib turibmiz. Shunday, alhamdulillah. Bo'ldi aka. Javob aka, o'ylamang. Gap yo'q. Demak, sog'ligida hech qanaqa muammosi yo'q. O'zlarining nomerlari kerak bo'lsa, uy manzillarigacha beriladi. Kelib tekshirib olsalaringiz ham inshaalloh uyaltirmaydigan mana shu partiyamiz xudo xolasa sotuvda. Endi ko'rdim, haqiqatan yaxshi. Bularni endi dastavkasini so'raylik, keyin bo'yiga o'taman. Dastavkasi bari muhim bo'lyapti shu kecha kunduz. Yana gaz muammo, hammasi ochradida, uni ustiga gaz yo'q ham. Aka, bizda muammo bo'lmaydi aka. Mashalloh. Xudo xolasa muammosiz bo'laveradi. Bizning tirikchiligimiz shundan muammo bo'lmaydi aka. Joningiz sog' bo'lsin. Unaqa nag'ma ham qilmaymiz, molimiz dastavka bo'lmaydi deb turib aka. Gap yo'q. Demak, dastavkasi o'zi bilan. Mashinamiz yo'q deb nag'ma ham qilmaymiz aka. Gap yo'q. Xudo xolasa bemalolchilik dastavkalari bilan bo'laveradi. Bo'lmasa bunday qilaylik, buni bo'yini ham bir o'zi aytib keting, baribir men taxminan boshda aytdim-ku. O'zingizdan eshitgan yaxshi mol egasidan. Bo'yi aka 75-80 ga olaversin bemalol aka. 80 ga ham, 85 lari ham ko'p-ku uni ichida. O'chirib turing. Siz misol. Akalar, mana endi xudo xolasa eng asosiy joyga o'tamiz. Dastavkasi bor, bo'ylarini aytib o'tdik, sog'ligida hech qanaqa muammosi yo'q. Bitta gigant qo'chqor ham xudo xolasa to'qlin narxiga ketadi. To'qliga bitta e'tibor beringlar. Narxini 5 milliondan qo'yamizmi? Qo'yamiz aka. 5 milliondan keyin gapdan qaytish yo'qmi? Bu sifatdagilarni 6-7 million sotyapti. Aka, gapimga javob aka. Akalar, to'g'risi men har doim sizlar tarafdaman, hech qanaqa bir muammosi yo'q, obunachilarimiz tarafdaman. Lekin mana bunday sifatni ko'rgandan keyin odam to'g'risi ko'p ham nima qilishga xijolatda, sodalashishga. Sifatini ko'ryapsizlar 5 milliondan, lekin bitta narsani aytib qo'yay. Obunachilarimiz telefon qilsa, o'zingiz yana chiroyli savdosini qilib beradi. Kelishamiz aka, gap yo'q. Akalar, xudo xolasa kelishiladi, muammosiz mana shu qo'ylarimiz sotiladi. Bemalol telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa maza qilib mol qilaman deydigan akalarimiz uchun yaxshi variant. Narxi atiga 5 million so'mdan, yana kamiga xudo xolasa o'tib berish sunnati bor. Bemalol telefon qilaverasiz, pastda nomer turibdi.